Xo'p. Keyingi iqtibosga o'tamiz. Tanang imorati dosh bera oladigan miqdorda tanovul et. Jomi, Abdurahmon Jomi. Xo'p. Bu iqtibosni bekorga tanlamadim. Shifokor bo'lganim uchun tanladim. Ya'ni obrazovaniya ta'limim bo'yicha shifokor bo'lganim uchun inson to'yib ovqatlanmasligi haqida iqtibos bu iqtibos. Endi to'yib ovqatlanmasligi haqida hadislar bor. Ota-onalarimiz ko'p aytishadi, doim eshitib kelganmiz. Nega shunaqa bo'lish keragi haqida hech o'ylab ko'rganmisizmi? Bugun shuni tushuntirib bermoqchiman. Qachonki biz mana oshqozonimizning o'rtacha hajmi 2 litr. 2 litr degani bu ikkita 1 litrli bankaga sig'gan narsa oshqozonimizni to'ldiradi. Bu degani 2 litr ovqat yeyolmaymiz degani emas yoki yesak bo'ladi degani emas. Oshqozonni vazifasi ovqat hazm qilish emas. Ya'ni va ovqat hazm qilish jarayoni ichaklarda kechadi. Oshqozon faqatgina hazm qilishga tayyorlash vazifasini bajaradi. Ya'ni tushgan ovqatni maydalab, selenoy kislota deydi, ya'ni xlorid kislota yordamida maydalab, yumshatib, parchalab, ishirib, keyingi zvenoga, ya'ni ingichka ichak, 12 barmoqli ichak, ingichka ichakka o'tkazib yuborish. Hazm jarayoni o'sha yerda bo'ladi. Ya'ni oshqozonning vazifasi bo'tqa holatiga keltirish istalgan ovqatni. Endi oshqozonni e'tibor bergan bo'lsangiz, ovqatni qayta ishlash degan jarayonda men ishirib dedim. Ishirib. Ya'ni suv va kislota yordamida ovqat ishadi oshqozonimizda. Ya'ni biz ovqatlangan paytimizda 60-70% ga ovqatlansak, oshqozonimiz 100% ga to'ladi yarim soat, 1 soat ichida. Chunki u mana bu xonkalonni tasavvur qiling, non, suv qo'ysangiz nima bo'ladi? Ishadi, kattalashadi. Yoki oddiy bitta mevani oling, kartoshkani oling. Ichiga suv qo'yib maydalab, ishirib, mana mayda-mayda kukunni oling, kattalashadi. Unga suv qo'shing, kattalashadi. Mana shunaqa suv va maydalanish natijasida oshqozonimizdagi massa o'z-o'zidan ko'proq joy egallash boshlaydi. Agar siz 100% to'yib ovqatlangan bo'lsangiz, albatta oshqozon siqilishni boshlaydi. Chunki 100% ishirganingizda u yana ham oshqozon devorlariga bosim berishi boshlaydi. Va biling, işte oshqozon kattalashgandan keyin to'yimlilik hissi bor-ku, mana to'ydim deb his qilamiz o'zimizni. Mana shu hisni inson 60, 70, 80% da deylik oladigan bo'lsa, 2 litr oshqozon bo'lsa, endi to'yib ovqatlandingiz, va har kun shunaqa to'yib ovqatlanasiz. Endi siz oshqozoningiz hajmi 2,5 litr taxminan bo'lib qoldi deylik. 2,5 litr. Nima bo'ladi? Ana endi siz to'yishingiz uchun oldin 1,5 litr ovqat kerak bo'lgan bo'lsa, endi 2 litr ovqat kerak bo'ladi. Shunda ham lekin siz 80% emas, 100% ovqatlanaman desangiz, 2,5 litrni to'ldirasiz va u yana ishadi va shunaqa qilib oshqozon katta bo'lib ketaveradi. Buning yechimi oddiy. Rumiyning maslahatlariga amal qilish. Tanang imorati dosh bera oladigan miqdorda tanovul et. Tana imorati bu oshqozon devori. Kam ovqatlanish. Ibn Sino aytgan, bizning bobomiz 1000 yil oldin kam uxla, kam ye, kam de, kam gapir deganda bu kam uxla degan ma'noda. Chunki ko'p yeyishlik bizda o'z-o'zidan uyquga ham ta'sir qiladi, ko'proq uxlashimizga, uxlashimizning sifati yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun ham oshqozonni 70-80% ga to'ldirish tavsiya qilinadi. Men o'zim ham shunaqa to'ldiraman. Razmerimdan ham ko'rinib turibdi. Hattoki ba'zan 60-70% dan oshmaydi. Oshqozon to'ldirish mumkin bo'lgan idishlarning ichida eng yomoni 80% ga, 70% ga to'ldirsak, nabuhanya, ya'ni o'sha suv ichimib kattalash natijasida 20 minutda o'zi 100% ga to'lib qoladi. Shuning uchun agar 2-3 ta ovqat zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, birinchisini yeb oling, 20 minut kuting, to'ymasangiz keyin ikkinchisini bersangiz bo'ladi. Shu iqtibosimiz, shu bilan keyingisiga o'tamiz.